keling telefoningizdagi fotosuratlarni tahrirlashning asosiy vositalaridan boshlaylik. Yorqinlik va kontrast. Ushbu vositalar fotosuratingizning yorqinligi va kontrastini o'zgartirishga yordam beradi. Bu esa uni yanada jonli va tiniqroq qilishi mumkin. Misol uchun, agar sizning suratingiz xira va noaniq ko'rinsa, uni yanada tiniqroq qilish uchun yorqinlik va kontrastni oshirishingiz mumkin. Aniqlik. Fotosuratning ravshanligi va tafsilotlarini yaxshilash uchun aniqlik vositasidan foydalanish mumkin. Agar sizning suratingiz loyqa yoki noaniq ko'rinsa, uning sifatini yaxshilash, uning aniqlik vositasidan foydalanishingiz mumkin. Kadrlash. Ushbu vosita sizga fotosuratni kerakli o'lchamda yoki tomonlar nisbatida kesish imkonini beradi. Misol uchun, agar siz fotosuratingizdagi obyektga ko'proq e'tibor qaratishni istasangiz, keraksiz narsalarni olib tashlash uchun uni kesishingiz mumkin. Filtrlar. Filtrlar fotosuratning rangi va kayfiyatini o'zgartirishga imkon beradi. Masalan, siz fotosuratni iliqroq yoki sovuqroq qilish uchun filtrdan foydalanishingiz mumkin. Retush. Retush vositalari fotosuratda terining kamchiliklari va boshqa nojoiz elementlarni yashirishga yordam beradi. Masalan, husnbuzar yoki boshqa teri nuqsonlarini olib tashlash uchun retush vositasidan foydalanishingiz mumkin. Filtrlardan tashqari, ko'plab ilovalar, orqa fon xiralashishi yoki yorqin yorug'lik berish kabi effektlarni qo'shishga imkon beradi. Ushbu effektlar fotosuratga ma'no va qiziqishni ta'minlashga yordam beradi. Ammo esda tutingki, juda ko'p effektlar va filtrlar fotosuratni haddan tashqari bo'rttirilgan qilib ko'rsatishi va g'ayritabiiy holga keltirishi mumkin. Shuning uchun fotosuratning tabiiy ko'rinishini saqlab qolish uchun ulardan oqilona foydalanish yaxshiroqdir.